Öyle çakırsa ham chiqmaydi. Ko'chaga chiqish opasniy edi endi. Chirchaqagacha yaxshi edi. Hozir u paytda endi nimada qo'rqdi unday. Mallarimizni, nimalarimizni olib ketgan. Burada uydagi polni nimalarda olib ketganda tonab. Ana onun arg'i uyim bor edi, o rejam uyda, uni ham polni ichidagilarni tonab, tashib, ana o'rtib nima qilgan. Lekin ovozim bor edi, cho'ng ovozim bor edi. Ana mashinam bor edi, mashinani o'rtib solibdir. Bir echki ulog'im bilan bor edi, ularni olib. Ana og'lim bor edi, katta saroyim. Saroyimni ham o'rtib solgan, onun ustida 300 ta saman press bor edi, ularni o'rtib. Yaşo Chirchaqagacha yaxshi edi. Hozir bu paytda endi nimada qo'rqdi unday opasniy bo'lib qoldi, Yaşo juda qiyin. Gransalar shu chechilib, nima bo'lib qolsa juda yaxshi bo'ladi bizga. Mana shu yo'l ele gransa, nima, shu gransada qarab nima qilib o'tiramiz endi. Mol-pol qilib bo'y. Bitta molni nima qilib qo'rqdi, opasniy bo'lib qoldi. Kechindi ishga chiqmaydi vobshelar. Davrzani ham javob bundaydan ketyapti, bu yoqqa ko'chaga chiqmaydi, bu yoqqa vobshe chiqmaydi. Birovlar chaqirsa ham chiqmaydi. Ko'chaga chiqish opasniy edi endi. Kompensatsiya bersen, mana shu uyga kerakli nimalarni alamızda şu tirilka nima ishlatib turgan narsalarni olishimiz kerak. Qishdan lekin shu sovuq tartadigan, tez muzlab qoladi. Ko'mir lekin bu yil ag'am yo'q, hozir bir 15 kilo ko'mirim bor. Bu turi bozordan borib, pichit nima qilib maka-paka sotib ne qilganda 3 linga olib kelaman. Bu yil vaqt ko'mir ola olmadim. Bir kunga 3 linga 4 linga ketadi. Aslında hozir men to'q milla o'tiraman. Kecha yaqinda kelib to'xtaldi, kelib nima qilib ököyni ham nima qildi, 2 uylikini. 1900 so'm ishlabdir. 2 uyliki. Ana men aytdim 1-2 kunda pulni qilib berem deb nima qilib jo'natib yubordim. Aslında to'q milla bitta uydalar nima qilib, onlarga pechkalarni bir-biriga jog'ib, sar kechalar jog'ib nima qilib turamiz. Chegaralar nosa yaxshi bo'ladi. Niyat yo'qda betdi, tashlab ketish niyat yo'q. Shu gransani qo'rib nima qilib turaylik deb. Kesagana bir yerga olib, o'tda borib, odam bo'lib, nima o'g'ichangiz ham ancha nima bo'ladi-da. Buni shetda nima qilgani yaxshi-da.